Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Chiroqqa yangi hisoblar qanday yuritiladi? Suvga yangi tariflar nimani anglatadi va pensiya oshirilishi kimlarga? Qachondan va qanday ta'sir qiladi? Bu mavzu har bir xonadonga tegishli. Chunki elektr energiyasi ham, suv ham, pensiya ham oddiy odamning kundalik xarajatiga, oilaviy byudjetiga va kelajak rejalariga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz oy oxirida keladigan kommunal to'lovlarni ko'rib, nega bunday chiqdi? Hisoblagich to'g'ri ishlayaptimi? Mening pensiyam qancha oshadi? Suv uchun endi qancha to'layman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun hammasini sodda tilda, misollar bilan amaliy tarzda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni bilmaslik keyin ortiqcha xarajat. Qarzdorlik yoki hujjatlarda xatoga olib kelishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida aholining elektr energiyasi va suv bo'yicha to'lovlari nisbatan sodda tartibda ko'rilardi. Odamlar hisoblagichdagi ko'rsatkichni yozib, belgilangan tarif bo'yicha to'lov qilardi. Kimdir oyiga 1,7 kilovat ishlatardi, kimdir 300 kilovat, kimdir esa yozda konditsioner, qishda isitish moslamalari sabab 500 kilovatdan ham oshirib yuborardi. Lekin ko'pchilik bitta asosiy savolni bermasdi. Men ishlatayotgan miqdor qaysi chegaradan keyin qimmatlashadi? Endi esa vaziyat o'zgaryapti. Kommunal xizmatlarda iste'mol hajmiga qarab tabaqalashtirilgan hisob-kitob kuchaymoqda. Ya'ni siz qancha ko'p ishlatsangiz, ma'lum chegaradan keyin har bir qo'shimcha kilovat yoki kub metr uchun boshqa narx bo'lishi mumkin. Bu oddiy tilda shuni anglatadi. Ehtiyoj darajasidagi iste'mol bir narxida. Ortiqcha iste'mol esa qimmatroq narxda hisoblanadi. Bu yondashuvning sababi bor. Birinchidan, elektr energiyasi va suv resurslari cheksiz emas. Har bir xonadonda konditsioner, elektr plita, suv nasosi, suv isitgich, zamonaviy maishiy texnikalar ko'paymoqda. Talab oshgani sari tarmoqqa yuklama ham oshadi. Ikkinchidan, davlat ko'p yillar davomida ayrim kommunal xizmatlarni arzonlashtirilgan tarifda ushlab turdi. Lekin ishlab chiqarish, yetkazib berish, ta'mirlash, yangi tarmoqlar qurish xarajatlari oshib bordi. Uchinchidan, resursni tejash masalasi endi faqat shior emas, amaliy zaruratga aylandi. Men elektr energiyasi bo'yicha eng muhim narsani alohida aytaman. Har bir oila o'zining oylik iste'molini bilishi kerak. Ko'pchilik faqat to'lov summasiga qaraydi. Aslida esa birinchi navbatda kilovat soatiga qarash kerak. Masalan, sizning hisoblagichingiz oy boshida 1200 ko'rsatgan. Oy oxirida 1220 bo'lgan. Demak, siz 220 kilovat soat elektr ishlatgansiz. To'lovni tushunish uchun tarifni bilishdan oldin mana shu farqni aniq ko'rishingiz zarur. Agar yangi tartibda iste'mol pogonlar bilan hisoblanayotgan bo'lsa, eng katta xato shuki, odamlar butun iste'mol bitta narxda hisoblanadi deb o'ylaydi. Masalan, shartli ravishda aytaylik, 200 kilovatgacha bir tarif, undan yuqorisi boshqa tarif bo'lsa, 220 kilovat ishlatgan odam 220 kilovatning hammasi qimmat tarifda ketadi deb qo'rqmasligi kerak. Odatda bunday tizimda birinchi 200 kilovat birinchi tarifda, qolgan 20 kilovat keyingi tarifda hisoblanadi. Albatta, aniq miqdor va tarifni hududingizdagi rasmiy manbadan tekshirish kerak. Lekin prinsip shunday tushuniladi. Keling, hayotiy misol qilaman. Bir oila ota-ona, 2 farzand yashaydi. Uyda muzlatkich, televizor, kir yuvish mashinasi, dazmol, choynak, telefon quvvatlagichlar, kechasi yonadigan chiroqlar bor. Agar ular elektr choynakni kuniga beptih 6 marta ishlatsa, kir yuvish mashinasini haftasiga 4 marta yoqsa, konditsionerni yozda kuniga 6 soat ishlatsa, oy oxirida iste'mol sezilarli oshadi. Bu oilaning to'lovi faqat tarif oshgani uchun emas, balki ishlatish odati o'zgargani uchun ham ko'payadi. Yana bir misol, pensioner yolg'iz yashaydi. Uyda faqat muzlatkich, televizor, bitta ikkita chiroq, ba'zan elektr choynak bor. Bunday xonadonda iste'mol oyiga tagminson 20 kilovat atrofida bo'lishi mumkin. Demak, agar iste'mol chegaralari oqilona belgilangan bo'lsa, bunday odamlar eng yuqori tarifga chiqib ketmasligi mumkin. Shuning uchun kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda elektr isitgich, elektr qozon, konditsioner, suv nasosi, issiq pol, elektr plita, ustaxona jihozlari yoki kichik biznes uchun elektrdan ko'p foydalanadigan xonadonlar. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Oylik iste'moli past bo'lgan, hisoblagich so'z ishlayotgan, elektrni asosan maishiy ehtiyoj uchun ishlatadigan xonadonlar. Lekin men baribir bunday oilalarga ham beparvo bo'lmang deyman. Chunki ayrim paytlar noto'g'ri ulangan sim, eski hisoblagich,
qo'shnining noqonuniy ulanishi yoki umumiy tarmoqdagi muammo sizning hisobingizga ta'sir qilishi mumkin. Endi suv masalasiga o'tamiz. Suvga yangi tariflar deganda faqat narx oshdi deb tushunish noto'g'ri. Bu yerda bir nechta muhim jihat bor. Ichimlik suvi, oqova suv hisoblagich bor yoki yo'qligi, xonadonda nechta odam ro'yxatda turishi, suvdan qanday foydalanilishi va qarzdorlik masalasi. Agar xonadonda suv hisoblagichi bo'lsa, to'lov odatda real iste'mol bo'yicha chiqadi. Masalan, oy boshida hisoblagich 340 kub metr, oy oxirida 340 kub metr ko'rsatsa, demak 8 kub metr suv ishlatilgan. Shu 8 kub metr tegishli tarif bo'yicha hisoblanadi. Lekin hisoblagich bo'lmasa, to'lov me'yor bo'yicha, ya'ni ro'yxatda turgan odamlar soniga qarab hisoblanishi mumkin. Mana shu joyda ko'p odam yutqazadi. Masalan, uyda mahallada 2 kishi yashaydi, lekin ro'yxatda 5 kishi turibdi. Hisoblagich bo'lmasa, suv korxonasi 5 kishilik me'yor bo'yicha hisob chiqarishi mumkin. Odam esa biz 2 kishimiz-ku deb norozilik qiladi. Lekin hujjatda ro'yxat boshqacha bo'lsa, hisob-kitob ham shunga qarab yuradi. Shuning uchun men doim aytaman, suv hisoblagich o'rnatish ko'p hollarda oilaga foyda beradi, ayniqsa suvni tejab ishlatadigan xonadonlarda. Yana bitta misol. 4 kishilik oila hisoblagichsiz yashaydi va har oy belgilangan me'yor bo'yicha to'laydi. Ular aslida suvni kam ishlatadi. Kir yuvish haftasiga 2 marta, hovlini suv bilan yuvish yo'q, tomorqa sug'orilmaydi. Bunday holatda hisoblagich o'rnatilsa, ular real iste'mol bo'yicha kamroq to'lashi mumkin. Ammo boshqa bir xonadonda suv hisoblagich bor. Lekin hovli har kuni shlang bilan yuviladi, mashina yuviladi. Tomorqa ichimlik suv bilan sug'oriladi. Bunday oilada hisoblagich borligi to'lovni kamaytirmaydi. Chunki real iste'molning o'zi yuqori. Suv tariflaridagi yana bir nozik masala oqova suv xizmatidir. Ko'pchilik ichimlik suvi uchun alohida, kanalizatsiya yoki oqova suv uchun alohida hisoblanishini unutadi. Agar siz 10 kub metr ichimlik suvi ishlatgan bo'lsangiz, ayrim holatlarda oqova suv ham shu iste'molga bog'lab hisoblanadi. Natijada kvitansiyada bitta emas, ikkita turdagi xizmat chiqadi. Odamlar men faqat suv ichdim, nega yana kanalizatsiya chiqyapti deydi. Aslida bu suv ta'minoti tizimining ikkinchi qismi, ishlatilgan suvni olib ketish, tozalash, tarmoqlarni saqlash xarajati ham bor. Endi juda muhim mavzu pensiya oshirilishi. Pensiya masalasida odamlar ko'pincha ikkita narsani aralashtirib yuboradi. Birinchisi pensiyaning umumiy oshirilishi. Ikkinchisi aniq bir odamning pensiyasi qayta hisoblanishi. Umumiy oshirish bo'lsa, belgilangan foiz yoki miqdor asosida pensiyalar, nafaqalar va ayrim ijtimoiy to'lovlar ko'tariladi. Qayta hisoblash esa ish staji, ish haqi, hujjat, imtiyoz yoki xatolik aniqlanganda bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner 20.000 so'm pensiya olayotgan bo'lsa va pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, uning yangi pensiyasi o'sha foizga qarab ko'tariladi. Lekin hamma odamda oshish summasi bir xil bo'lmaydi. Kimning pensiyasi 900.000 so'm bo'lsa, oshgan miqdor boshqa bo'ladi. Kimning pensiyasi 2.500.000 so'm bo'lsa, oshgan miqdor boshqa bo'ladi. Shuning uchun qo'shnimga falon pul qo'shilibdi, menga nega kamroq degan savolda avval boshlang'ich pensiya miqdoriga qarash kerak. Yana bir holat bor. Ba'zi fuqarolarning mehnat daftarchasida eski ish joylari to'liq ko'rsatilmagan bo'ladi. Kimdir kolxozda ishlagan, kimdir zavodda, kimdir tashkilot yopilib ketgan, arxiv hujjati yo'qolgan. Agar pensiya tayinlash vaqtida ish staji to'liq tasdiqlanmagan bo'lsa, keyinchalik hujjat topilsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish mumkin. Bu avtomatik bo'lmasligi ham mumkin. Fuqaro pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, hujjatlarni taqdim etishi kerak. Kimlar pensiya oshirilishidan ko'proq manfaatdor? Albatta, yoshga doir pensionerlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Lekin har bir toifa bo'yicha qo'yda bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men tomoshabinlarga aytaman, faqat ijtimoiy tarmoqlardagi gapga ishonib qolmang, rasmiy qaror, pensiya jamg'armasi xabari yoki mahalliy bo'limdagi ma'lumotni tekshiring. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarni ko'rib chiqamiz. Birinchi xato eski qarzdorlik bilan yangi hisobni aralashtirish. Masalan, siz elektr uchun o'tgan oy takomnoma 1000 so'm qarz bo'lib qolgansiz. Bu oy iste'molingiz 100.000 so'm chiqdi. Kvitansiyada jami 1.000 so'm ko'rinadi. Odam darrov tarif 2 barobar oshibdi deydi. Aslida bu yerda eski qarz ham qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim kvitansiyada joriy hisob, oldingi qarz penya, to'lov degan ustunlarni alohida ko'ring. Ikkinchi xato.
hisoblagich ko'rsatkichini tekshirmaslik. Elektrda ham, suvda ham hisoblagichdagi oxirgi raqam bilan tizimdagi raqam mos kelishi kerak. Ba'zan nazoratchi noto'g'ri kiritadi, ba'zan abonent o'zi noto'g'ri yuboradi. Ba'zan eski ko'rsatkich tizimda qolib ketadi. Agar bir oyda odatdagidan 3-4 barobar ko'p hisob chiqsa, darrov to'lab yubormasdan oldin ko'rsatkichni solishtiring. 3-xato, hisoblagich plombasiga beparvo qarash. Plomba buzilgan bo'lsa, hisoblagichga tashqi aralashuv bo'lgan deb baholanishi mumkin. Hatto siz aybdor bo'lmasangiz ham hujjatlarda muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun hisoblagich joylashgan shkaf, quduq yoki xonani muntazam ko'rib turing. Plomba uzilganini ko'rsangiz, o'zingizcha tuzatmang. Darhol tegishli tashkilotga yozma murojaat qiling. 4-nozik jihat, xonadonda ro'yxatda turganlar soni. Suv, chiqindi yoki ayrim kommunal hisoblarda odam soni muhim bo'lishi mumkin. Agar farzandingiz boshqa shaharda o'qiyotgan bo'lsa, kimdir chet elda ishlayotgan bo'lsa, kimdir bu manzilda yashamasa, hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Aks holda siz amalda foydalanmagan xizmat uchun ham ko'proq to'lashingiz mumkin. 5-masala, imtiyozlar. Ba'zi fuqarolar kommunal to'lovlar yoki ijtimoiy yordam bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Lekin buni bilmaydi yoki hujjatini topshirmagan bo'ladi. Pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz keksalar bo'yicha hududga va amaldagi tartibga qarab turli yordam mexanizmlari bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammaga bir xil imtiyoz bor deb aytmayman. Chunki imtiyozlar aniq qonun va qarorlar bilan belgilanadi. Lekin har bir fuqaro o'z holatini mahalla ijtimoiy xizmat markazi yoki tegishli tashkilot orqali tekshirtirishi kerak. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Birinchi qadam, elektr va suv bo'yicha oxirgi 3-6 oylik iste'molingizni yozib chiqing. Telefoningizda oddiy jadval oching yoki daftar tuting. Har oyning bir xil sanasida hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling. Masalan, har oyning ilk kuni elektr hisoblagichni, suv hisoblagichni rasmga oling. Suratni o'chirib yubormang. Bu keyin bahsli holatda sizga dalil bo'ladi. Ikkinchi qadam, shaxsiy kabinetingiz yoki to'lov ilovalarida qarzdorlikni tekshiring. Faqat umumiy summaga qaramang. Qaysi oy uchun qancha hisoblangan, qancha to'langan, penya bormi, qayta hisob kitob bormi, shularni ko'ring. Agar tushunarsiz summa ko'rsangiz, telefon orqali gaplashish bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda abonent raqamingizni, manzilingizni, hisoblagich ko'rsatkichini, qaysi oy bo'yicha e'tiroz borligini aniq yozing. 3-qadam, hisoblagichlarni tekshiring. Elektr hisoblagichda raqamlar o'qilishi aniq bo'lishi kerak. Plomba butun bo'lishi kerak. Ekran ishlashi kerak. Suv hisoblagichda ham raqamlar aylanyaptimi? Suv yopiq turganda ko'rsatkich yurmayaptimi? Oqish yo'qmi? Shuni tekshiring. Juda ko'p hollarda suv to'lovi oshishiga yashirin oqish sabab bo'ladi. Masalan, hojatxonadagi bachok sekin oqib tursa, siz sezmasligingiz mumkin. Lekin oyga bir necha kub metr suv ketadi. Krandan tomib tursam, bu uzoq muddatda pul degani. 4-qadam, iste'molni boshqaring. Elektrda eng ko'p tok yeydigan qurilmalar: elektr isitgich, konditsioner, suv isitgich, dazmol, elektr plita, elektr choynak, eski muzlatgich. Agar konditsionerni orbindagi darajaga qo'yib, eshik derazani ochiq qoldirsangiz, hisob oshadi. Agar suv isitgichni kecha kunduz yoqib qo'ysangiz, hisob oshadi. Agar eski muzlatgich doimiy ishlasa, u ham ko'p elektr sarflaydi. Men sizga hammasini o'chirib qo'ying demayman. Men aytayotgan narsa ishlatish tartibini nazorat qiling. 5-qadam, suvni tejash bo'yicha oddiy choralarni qiling. Hovni ichimlik suvi bilan har kuni yuvmang. Mashinani shlang bilan uzoq yuvish o'rniga chelakdan foydalaning. Tomorqa bo'lsa, ichimlik suvi tarmog'iga yuklama bermaslik choralarini o'ylang. Kranning rezinasini almashtirish, bachok mexanizmini tuzatish, quvurlardagi sizishni bartaraf etish katta xarajat emas, lekin oyma-oy to'lovni kamaytiradi. 6-qadam. Pensiya bo'yicha hujjatlaringizni tekshiring. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, pensiya daftarchasi, pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar. Nogironlik hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar tartibda ekanini ko'ring. Agar pensiya miqdorida xato bor deb o'ylasangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb umumiy yozish yetarli emas. Nima sababdan qayta hisoblash kerakligini yozing. Falon yillardagi ish stajim kiritilmagan, falon ish joyim bo'yicha arxiv hujjati topildi. Pensiya oshirilgandan keyingi miqdor tushunarsiz deb aniq ko'rsating. 7-qadam,
og'zaki va'dalarga tayanmang. Kommunal xizmatda ham, pensiyada ham eng kuchli himoya bu hujjat. Ariza topshirsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamini oling. Onlayn yuborsangiz, tasdiq xabarini saqlang. Nazoratchi kelib dalolatnoma tuzsa, uni o'qimasdan imzo chekmang. Agar dalolatnomada noto'g'ri ma'lumot bo'lsa, o'z e'tirozingizni yozib qo'ying. Men rozi emasman. Ko'rsatkich qayta tekshirilsin deb yozish keyin juda muhim bo'lishi mumkin. Men buni aniq ajratib beraman. Elektr bo'yicha ko'p iste'mol qiladigan xonadonlar hushyor bo'lishi kerak. Ayniqsa yozda konditsioner ko'p ishlatilsa, qishda elektr isitgich yo'qilsa, uyda elektr plita bo'lsa, hisob sezilarli oshishi mumkin. Suv bo'yicha hisoblagichsiz yashayotgan, ro'yxatda ko'p odam turgan, hovli yoki tomorqada ko'p suv ishlatadigan oilalar e'tiborli bo'lishi kerak. Pensiya bo'yicha esa hujjatlari to'liq bo'lmagan, eski ish staji tasdiqlanmagan, pensiya miqdori qo'shnilarinikidan farq qilayotganini ko'rib tushunmayotgan fuqarolar albatta tekshirtirish kerak. Xotirjamroq bo'lishi mumkin bo'lganlar ham bor. Masalan, elektr iste'moli har oy barqaror, hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'ri, qarzdorlik yo'q, suv hisoblagichi bor, hujjatlar tartibda bo'lsa, kutilmagan katta muammo ehtimoli kamroq bo'ladi. Lekin baribir nazoratni tashlab qo'ymaslik kerak. Chunki bir oy beparvolik qilsangiz, keyingi oyda tushunarsiz qarz, penga yoki noto'g'ri ko'rsatkich bilan ovora bo'lishingiz mumkin. Bugun men sizlarga 3 ta muhim masalani tushuntirdim. Chiroqqa yangi hisoblar faqat tarif emas. Avvalo iste'mol hajmi va hisoblagich nazorati bilan bog'liq. Suvga yangi tariflar esa hisoblagich, ro'yxatdagi odamlar soni, oqova suv va real sarf bilan bog'liq. Pensiya oshirilishi esa hammaga bir xil summa qo'shiladi degani emas. Har bir odamning pensiya miqdori hujjati va toifasiga qarab farq qiladi. Mening eng asosiy tavsiyam shuki, har oy hisoblagichni rasmga oling, kvittansiyani tekshiring, qarzdorlikni ajrating, tushunarsiz holatda yozma murojaat qiling va pensiya hujjatlaringizni tartibga keltiring. Shunda siz ortiqcha to'lovdan, noto'g'ri hisobdan va keraksiz asabbuzarlikdan o'zingizni himoya qilasiz. Sizning hududingizda elektr yoki suv to'lovlari oshdimi? Pensiya oshirilgandan keyin sizga qancha farq sezildi? Izohlarda yozib qoldiring. Men odamlar real holatda nimalarga duch kelayotganini ko'rib, keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu masala har bir oilaga tegishli.